Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalar uchun qo'shimcha to'lov oshgani, avgust oyida kimlar pensiyasiga yoki nafaqasiga qo'shimcha 1 million so'mgacha pul olishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, yaqinlariga ham kerak. Chunki ko'p oilalarda keksa ota-onaning daromadi ro'zg'or byudjetining bir qismi hisoblanadi. Ayrim oilalarda esa asosiy tayanch bo'lib turadi. Men bu mavzuni oddiy tilda, raqamlar va hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Diqqat bilan eshiting. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kompensiya, nafaqa, kompensatsiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni men muntazam tushuntirib boraman. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Qariyalar uchun to'lanadigan pul deganda hamma bir xil narsani nazarda tutmaydi. Kimdir yoshga doir pensiyani aytadi, kimdir nogironlik pensiyasini, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini, yana kimdir ijtimoiy nafaqani tushunadi. Bundan tashqari ayrim toifadagi keksalarga qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar yoki alohida to'lovlar ham berilishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'pchilik pensionerlar faqat o'zining asosiy pensiya miqdoriga qarab hisob-kitob qilardi. Masalan, odam oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, u shuni yakuniy summa deb bilardi. Ammo amalda ayrim holatlarda asosiy pensiyaga qo'shimcha ustama qo'shilishi mumkin. Masalan, yoshga, nogironlik holatiga, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq maqomga, yolg'iz yashashiga, parvarishga muhtojligiga, avvalgi ish staji va hujjatlarga qarab qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, ayrim toifadagi qariyalar uchun qo'shimcha to'lov miqdori oshirilgani yoki qayta hisob-kitob qilinishi natijasida avgust oyida odatdagi pensiyadan tashqari sezilarli summa tushishi mumkin. Odamlar orasida hamma pensionerga 5 million so'm berilar ekan degan gap tarqalishi mumkin. Men shu joyda aniq aytaman. Bunday xabarlarni har doim to'g'ri tushunish kerak. 1 million so'm degani hamma pensioner bir xil oladi degani emas. Bu summa ayrim toifalar, ayrim hisob-kitoblar yoki bir necha oy uchun yig'ilib qolgan farq to'lovi bo'lishi mumkin. Masalan, agar qo'shimcha oyga 300 ming so'mga oshgan bo'lsa va qayta hisob-kitob 5 oy oldingi sanadan boshlab qilinsa, odam bir martada 1 million 500 ming so'm farq olishi mumkin. Yoki odamga ilgari tegishli ustama noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, hujjat topshirilgandan keyin o'tgan davr uchun to'lov qayta chiqarilishi mumkin. Shuning uchun asosiy savol: kim oladi? Qanday shart bilan oladi? Qaysi holatda ola olmaydi? Birinchi navbatda men har bir pensioner va uning oila a'zolariga shuni aytaman. Pensiya summangiz o'zgargani faqat qo'shnim shuncha olibdi degan gap bilan solishtirmang. Har bir odamning pensiyasi alohida hisoblanadi. Ish staji, ish haqi pensiya turi, imtiyozli maqomi, yosh toifasi, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik holati va hujjatlari boshqa bo'ladi. Birinchidan, yosh katta. Ya'ni taqimani yosh va undan yuqori bo'lgan pensionerlar. Ko'p mamlakatlarda, shu jumladan bizda ham keksalik yoshi oshgani sari ayrim qo'shimcha yordamlar belgilanadi. Chunki taqimani yoshdan keyin odamning dori-darmon, tibbiy ko'rik, parvarish, oziq-ovqat va yordamga ehtiyoji ortadi. Agar oilangizda taqimli yoshdan oshgan ota-ona, buvi yoki bobo bo'lsa, ularning pensiya varaqasini, plastik kartaga tushgan summani, oxirgi oylardagi to'lovlarni tekshirib chiqing. Misol keltiraman. Karim ota qabzi 2 yoshda. U oyga 1 million 120 ming so'm pensiya olardi. Avgust oyida uning kartasiga 2 million 920 ming so'm tushdi. Farzandlari avval hayron bo'ldi. Nega birdan ko'p tushdi? Aslida bu ikki xil sabab bilan bo'lishi mumkin. Birinchisi oylik pensiya oshgan, ikkinchisi oldingi oylar uchun qo'shimcha farq bir martada to'langan. Agar oyga qo'shimcha 300 ming so'm belgilangan bo'lsa va 5 oy uchun qayta hisoblangan bo'lsa, aynan 2 million so'm chiqadi. Demak, bunday holatda bu doimiy har oy 2 million qo'shimcha degani emas. Balki yig'ilgan farq bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, yolg'iz yashovchi va parvarishga muhtoj keksalar. Agar pensionerning doimiy qarovchisi bo'lmasa, o'zi mustaqil yurishi qiyin bo'lsa, tibbiy xulosada parvarishga ehtiyoj ko'rsatilgan bo'lsa, ayrim ijtimoiy qo'shimchalar yoki yordam turlari bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa og'zaki gap emas, hujjat. Onam yolg'iz yashaydi deyishning o'zi yetmaydi. Mahalla ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, yashash joyi bo'yicha ro'yxat, oilaviy holat, farzandlar bor yo'qligi
real parvarish sharoiti ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, Mahbuba opa 78 yoshda eri vafot etgan. Farzandlar boshqa viloyatda yashaydi. U ko'p yillardan beri kam miqdorda pensiya oladi. Qo'shnisi unga senga qo'shimcha pul chiqishi mumkin deganidan keyin u mahallaga murojaat qiladi. Mahalla xodimlari uning holatini o'rganadi. Tibbiy hujjatlarni ko'rib chiqadi. Tegishli idoraga yo'naltiradi. Agar barcha shartlar mos kelsa, unga qo'shimcha yordam tayinlanishi mumkin. Ammo agar farzandlari doimiy moddiy yordam berayotgani, parvarish qilayotgani yoki boshqa mezonlar bo'yicha talabga to'g'ri kelmasa, rad javobi ham bo'lishi mumkin. Uchinchidan, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda ham hamma bir xil emas. Nogironlik guruhi, muddati. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi pensiya turi katta ahamiyatga ega. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan pensioner bilan uchinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerning qo'shimcha to'lovlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Parvarishga muhtojlik alohida ko'rsatilgan bo'lsa, bu ham hisob-kitobga ta'sir qilish ehtimoli bor. Misol uchun, Ravshan aka 67 yoshda yoshga doir pensiya oladi, keyinchalik sog'lig'i yomonlashib, nogironlik guruhi belgilanadi. U eski pensiya miqdorini olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin yangi tibbiy xulosa pensiya jamg'armasiga yoki tegishli organlarga vaqtida yetkazilmagan bo'lsa, qo'shimcha hisoblanmay qolishi mumkin. Keyin hujjat topshirilganda to'lov faqat murojaat sanasidan yoki qonunda belgilangan sanadan boshlab qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun hujjatni cho'zmaslik juda muhim. 4-dan, kam pensiya oladigan qariyalar. Ba'zan davlat tomonidan minimal kafolatlangan miqdorlar, kam ta'minlanganlik mezonlari yoki eng kam pensiya bilan bog'liq qayta hisob-kitoblar bo'ladi. Agar odamning pensiyasi juda past bo'lsa, u alohida e'tibor talab qiladi. Lekin kam pensiya olaman degan har bir odam avtomatik ravishda 10 million so'm qo'shimcha oladi degani emas. Bu yerda oilaning umumiy daromadi, nafaqa turi, ro'yxatdagi holati ishlayotgan, ishlamayotgani, boshqa to'lovlar olayotgani ham tekshirilishi mumkin. 5-dan, avval hujjati to'liq bo'lmagan pensionerlar. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odamning 30 yil ish staji bor, lekin hujjatda 22 yil ko'rsatilgan. Nega? Chunki eski korxona yopilgan, arxivdan ma'lumot olinmagan. Mehnat daftarchasida yozuv noaniq, ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan. Natijada pensiya kam hisoblangan. Agar keyin arxiv hujjati topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ayrim hollarda o'tgan davr uchun farq to'lovi ham chiqadi. Shu farq ayrim oyda katta summa bo'lib tushishi mumkin. Demak, avgustdagi qo'shimcha pul faqat yangi qaror emas, balki eski hujjatning tiklanishi natijasi ham bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni tushuntiraman. Birinchi xato: 1 million so'm hamma pensionerga beriladi deb o'ylash. Yo'q, bunday fikr xavfli. Odam shu gapga ishonib oldindan qarz olib qo'yishi, xarajat reja qilishi, keyin pul tushmaganda muammoga kirishi mumkin. Har qanday qo'shimcha to'lovning sharti bo'ladi. Toifa, hujjat, muddat, hisob-kitob va tasdiqlovchi ma'lumotlar bo'ladi. Ikkinchi xato: faqat plastik kartaga qarab xulosa chiqarish. Ba'zan karta orqali kelgan summa bir nechta to'lovdan iborat bo'ladi. Asosiy pensiya kompensatsiya o'tgan oy farqi bir martalik yordam yoki qarzdorlik yopilishi. Agar siz faqat umumiy summani ko'rsangiz, qaysi qismi nima ekanini bilmaysiz. Shuning uchun pensiya bo'limidan yoki tegishli elektron xizmatlardan to'lov tafsilotini so'rash kerak. Menga avgustda qancha pensiya hisoblandi, qancha qo'shimcha hisoblandi, qancha farq to'landi deb aniq savol berish kerak. Uchinchi xato: qo'shnim oldi, men ham olishim kerak deb tortish. Qo'shningizning yoshi, ish staji, nogironlik guruhi, oilaviy holati pensiya turi siznikidan farq qiladi. Masalan, 2 odam bir mahallada yashaydi. Ikkalasi ham 75 yoshda. Biri 40 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 15 yil rasmiy stajga ega. Biri nogironlik bo'yicha qo'shimcha oladi, boshqasi olmaydi. Biri yolg'iz yashaydi. Boshqasining farzandlari bir uyda ro'yxatda turadi. Shuning uchun bir xil natija kutish noto'g'ri. 4-xato: hujjatlarni vaqtida yangilamaslik. Ayrim qo'shimchalar uchun tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, vaqtida o'tmagan odamning to'lovi to'xtashi yoki qayta hisoblanmasligi mumkin. Yoki yashash joyi o'zgargan, lekin ma'lumot yangilanmagan, yoki bank kartasi muddati tugagan, pul qaytib ketgan. Shunday mayda ko'ringan narsalar odamni o'z pulidan vaqtincha mahrum qiladi. 5-nozik nuqta: qo'shimcha pul ba'zan bir martalik bo'ladi. Men buni alohida ta'kidlayman. Agar avgustda 1 million so'm ko'proq tushsa,
sentyabrda ham shuncha ko'p tushadi degani emas. Siz tekshirishingiz kerak. Bu doimiy ustamami yoki o'tgan oylar uchun farqmi? Agar doimiy ustama bo'lsa, keyingi oylar pensiyada shu oshgan qism ko'rinishi kerak. Agar farq bo'lsa, keyingi oy odatiy yangi miqdor tushadi. Bir martalik katta summa takrorlanmaydi. 6-nozik nuqta. Ayrim to'lovlar daromad sifatida hisoblanishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oilaga nafaqa olayotgan xonadonda pensionerga qo'shimcha pul tushsa, oila daromadi qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Bu har doim ham nafaqani bekor qiladi degani emas, lekin umumiy daromad mezoniga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bir idoradan pul oldim, boshqa yordamga ta'sir qilmaydi deb o'ylash ham to'g'ri emas. Har bir yordam turi o'z mezoniga ega. 7-nozik nuqta. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Qariyalar qo'shimchasi oshdi degan xabar chiqqanida firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib, sizga 20 million so'm chiqarib beramiz. Kartangiz raqamini, SMS kodini ayting deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Bank kartaning to'liq ma'lumotlarini aytmang. Pasport nusxasini begona odamga yubormang. Rasmiy idora hech qachon telefon orqali SMS kodingizni so'ramaydi. Agar kimdir pulni tezlashtirib beraman desa, bu juda xavfli signal. Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda kartaga tushgan summalarni yozib chiqing. Masalan, iyun oyida qancha tushdi, iyulda qancha tushdi, avgustda qancha tushdi. Agar avgustda keskin ko'paygan bo'lsa, farq qanchaligini hisoblang. Agar oldin 2 million 300 ming so'm tushgan, avgustda 2 million 800 ming so'm tushgan bo'lsa, farq 20 million 500 ming so'm. Endi bu farq nimadan iboratligini aniqlash kerak. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlangan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Borganingizda umumiy gapirmang. Mening pensiyam avgust oyida qayta hisoblanganmi? Qaysi asos bilan qo'shimcha to'lov berilgan? Bu bir martalik farqmi yoki doimiy ustamami? Keyingi oyda qancha pensiya tushishi kerak deb yozib olingan savollar bilan boring. Agar keksa odamning o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi ishonchnoma bilan yoki qonuniy tartibda yordam berishi mumkin. 3-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy xulosa, nogironlik bo'yicha hujjat, mahalla ma'lumotnomasi, yolg'iz yashash yoki parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun idoradan aynan sizga kerakli hujjatlarni yozma yoki aniq shaklda so'rang. 4-qadam. Agar staj bo'yicha shubha bo'lsa, arxivni tekshiring. Ko'p keksa insonlar sovet davrida yoki to'qinlarda ishlagan, korxona nomi o'zgargan, yopilgan, hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar mehnat daftarchasidagi yozuv o'qilmasa, muhr tushunarsiz bo'lsa, ish haqi ma'lumotnomasi yetishmasa, pensiya kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda tuman yoki shahar arxiviga, sobiq ish joyining huquqiy vorisiga, tegishli tashkilotga murojaat qilish kerak. Topilgan bitta hujjat ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 5-qadam, javobni og'zaki emas, imkon qadar yozib oling. Agar sizga to'lov chiqmaydi deyishsa, sababini so'rang. Qaysi mezonga to'g'ri kelmadingiz? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi band asosida rad qilindi? Buni bilmasangiz muammoni tuzata olmaysiz. Masalan, rad sababi tibbiy xulosa muddatini tugagan bo'lsa, yangi ko'rikdan o'tish kerak. Rad sababi staj tasdiqlanmagan bo'lsa, arxiv hujjat kerak. Rad sababi toifa mos emas bo'lsa, boshqa yordam turini tekshirish mumkin. 6-qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Ayniqsa yolg'iz qariyalar, kam ta'minlangan oilalar, parvarishga muhtoj insonlar bo'yicha mahalla muhim rol o'ynaydi. Lekin bu yerda ham faqat meni ro'yxatga kiriting deyish yetmaydi. Real holatni ko'rsating, daromadlarni yashirmang. Yashash sharoitini tushuntiring, tibbiy ehtiyojlarni ayting. Noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik to'lovni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. 7-qadam, telefoningizdagi xabarlarni tekshiring. Lekin ishonchsiz havolalarga kirmang. Davlat xizmatlari, bank yoki pensiya to'lovlari bo'yicha SMS kelishi mumkin. Ammo firibgarlar ham xuddi shunga o'xshash xabar yuboradi. Havolaga bosishdan oldin manbani tekshiring. Agar shubha bo'lsa, o'zingiz rasmiy idoraga qo'ng'iroq qiling yoki borib so'rang. Endi yana bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Shunda masala yanada aniq bo'ladi. Birinchi vaziyat. Abazin 4 yoshli pensioner har oy 1 million 600 ming so'm oladi. Avgustda 3 million 100 ming so'm tushdi. Oila xursand bo'ldi, lekin ular buni har oy tushadigan qo'shimcha deb o'yladi.
tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, 5 million so'm oldingi 5 oy uchun qayta hisoblangan farq ekan. Keyingi oyda pensiya 1 million 900 ming so'm bo'lib tushadi. Demak, asosiy oylik o'shish 300 ming so'm avgustdagi katta farq esa bir martalik. Ikkinchi vaziyat. 72 yoshli ayol kam pensiya oladi, lekin uning qo'shimcha olish huquqi yo'q. Nega? Chunki u aytilayotgan aniq toifaga kirmaydi. Unga boshqa turdagi ijtimoiy yordam kerak bo'lishi mumkin. Lekin aynan qariyalar qo'shimchasi yoki qayta hisob kitob bo'yicha 21 million so'm chiqmasligi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyuladi, lekin qonun mezon bilan ishlaydi. Shuning uchun odam o'z toifasini aniq bilishi kerak. Uchinchi vaziyat. 6-9 yoshli erkakning 35 yillik ish staji bor, ammo pensiya hisobida 25 yil ko'rsatilgan. U eski zavoddagi yillik ishini tasdiqlovchi arxiv hujjatini topadi. Pensiya qayta hisoblanadi. Natijada har oy pensiyasi oshadi va oldingi davr uchun farq ham chiqadi. Bu yerda avgustdagi katta summa yosh qo'shimchasi emas, balki staj tiklangani sababli berilgan farq bo'ladi. To'rtinchi vaziyat. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerning tibbiy xulosasi yangilangan, lekin hujjat idoraga vaqtida topshirilmagan. Bir necha oy o'tib hujjat topshirilgach unga qo'shimcha hisoblanadi. Agar qonuniy asos bo'lsa, o'tgan davr uchun ham farq chiqishi mumkin. Bunday holatda odam nega oldin bermadingiz deb emas, qaysi sanadan hisoblanadi deb so'rashi kerak. Chunki sanalar juda muhim. Endi kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi kerakligini ham aytaman. Agar sizning pensiyangiz odatdagidek tushgan bo'lsa, siz aytilayotgan maxsus toifalarga kirmasangiz, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, avgustda 5 million so'm tushmagani darhol xato degani emas. Bu oddiy holat bo'lishi mumkin. Agar siz hali pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangiz, bu to'lov sizga tegishli emas. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz ham pensiya yoki nafaqa turi bo'yicha alohida shartlarni tekshirish kerak. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning nomidan xulosa chiqarmasdan oldin hujjatlarni ko'rib chiqing. Eng muhimi, vahima qilmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Pensiya masalasida ba'zan 20 ming so'm ham muhim, 300 ming so'm ham muhim, 20 million so'm esa ko'p oilalar uchun juda katta yordam. Shuning uchun tekshirishga arziydi. Bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, avgust oyida 20 million so'mgacha qo'shimcha pul tushishi mumkin. Lekin bu hamma pensionerga avtomatik beriladi degani emas. Bu ayrim toifadagi qariyalar, qayta hisob kitob qilingan pensiyalar. O'tgan oylar uchun yig'ilgan farq yoki hujjatlar yangilangani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning oxirgi 3 oylik tushumlarini tekshiring. Pensiya bo'limiga aniq savollar bilan murojaat qiling. Hujjatlarni tartibga keltiring. Staj, tibbiy xulosa, yolg'iz yashash holati, nogironlik hujjatlari va bank ma'lumotlarini e'tiborsiz qoldirmang. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. SMS, kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Agar siz yoki yaqinlaringiz avgust oyida qo'shimcha pul olgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi hududdan siz qancha tushdi? Bu doimiy o'sishmi yoki bir martalik farqmi? Bu boshqa odamlarga ham vaziyatni tushunishga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.